Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qiyomat kuni Alloh taolo o'z arshining soyasida panoh beradigan 7 toifa bor. U kunda arsh soyasidan boshqa soya bo'lmaydi. Birinchisi adolatli rahbar. Rahbar adolat qilsa, butun jamiyatga foyda bo'ladi. Butun jamiyatga yengillik bo'ladi. Ikkinchisi yoshlik chog'ini Allohga ibodatda o'tkazgan yigit. Gunohga moyil bo'lib turgan holida gunohlardan saqlangan yigit arshning soyasida bo'ladi. Uchinchisi yuragi masjidga bog'langan kishi, qalbi masjidga bog'langan kishi. Doim masjidga borishni yaxshi ko'radi. Doim masjidda ibodat qilishni yaxshi ko'radi va shuning uchun masjidlarga qatnaydi. Namozlarini, zikrlarini masjidda ado qiladi. To'rtinchisi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'radigan kishilar. Ular doim faqat Alloh uchun uchrashadi. Ajralganda ham Alloh uchun ajraladi. Ular biron bir foyda evazi uchun do'st bo'lmaydi. Beshinchisi mansabi, chiroyi bo'lgan ayol zinoga taklif qilganda, men Allohdan qo'rqaman deb ana shu zino gunohini tark etgan kishi. Oltinchisi maxfiy sadaqa berib, o'ng qo'li berganini chap qo'li ham bilmagan darajadagi ixlos e'tiqodli kishi. U riyo qilishni yoqtirmaydi. Odamlar ko'rish uchun emas, maxfiy holda faqat xolis Alloh uchun beradi. Yettinchisi yolg'iz qolganida Allohni eslab ko'zidan yosh to'kkan inson. Faqat Alloh uchun yig'lagan inson.